Bismillah, alhamdulillah va ba'd. Arab tilini 10 kunning ichida o'rganamiz inshaalloh. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz va bu siz o'ylaganchalik imkonsiz narsa emas. Va bu narsani siz kursimizni oxiriga yetib borganda tushunib yetasiz inshaalloh. Agar siz arab tilini qanchadir muddatdan beri o'qib, o'rganib, lekin haligacha ham gapira olmayotgan bo'lsangiz yoki arab tilini o'rganishda rosa qiynalayotgan bo'lsangiz, yoki endi arab tilini o'rganishni boshlayotgan bo'lsangiz, bu kursimiz aynan siz uchun to'g'ri keladi va qisqagina, mo'jazgina, muxtasar bir kurs bo'ladi inshaalloh. Ushbu kursimiz haqida ko'p gapirmasdan qisqacha tanishtirib o'taman inshaalloh. Kursimizning rejasi qanday bo'ladi? Kursimiz atigi 10 ta darslikdan iborat bo'ladi. Atigi 10 ta darslikdan iborat bo'ladi. Xo'p, kursni oxirida nimalar qilamiz? Nimalar qila olamiz? Bu 10 ta darsni ko'rganimizdan keyin, bizga yuklangan vazifalarni qilganimizdan keyin biz nimalar qila olamiz deyilsa, atrofni tasvirlay olamiz. Ko'cha-ko'yga borganda, umraga yoki hajga borganda, bu narsa chiroyli ekan, u narsa bunaqa ekan deb turib, kundalik hayotda ishlatadigan so'zlarimizni bemalolroq gapiradigan bo'lamiz inshaalloh. Hamda sodda muloqot. Ko'cha-ko'yda kimlar bilandir, arablar bilan uchrashib qolganda, soddagina muloqot qila olamiz inshaalloh. Hamda boshlang'ich matnlarni o'qib tushunamiz. Boshlang'ich matnlarni. Albatta, qiyin matnlarni tushunish uchun biroz vaqt kerak. Lekin qisqacha, soddagina matnlarni tushunib, ko'cha-ko'yda muloqot qilish uchun inshaalloh 10 ta dars kifoya qiladi. Va mana shularni aytar ekanmiz, bu natijalarga chiqish uchun albatta bizni bo'ynimizda yuklanadigan burchlarimiz, vazifalarimiz bo'ladi. Birinchi navbatda qilishingiz kerak bo'lgan narsa mana shu ko'rib turganingiz videoni qaytib ko'rasiz. Agar tushunmay qolgan o'rningiz bo'lsa. Ma'lum bir qoidalarimiz borda, shularni aytib ketaman. Agar bunga ehtiyoj sezgan taqdiringizda darsni qayta ko'ring. Hamda darsni ko'rar ekansiz, diqqat bilan kuzating. Ovqat yeb, choy ichib qilsangiz, shunga yarasha foyda olasiz. Yoningizda albatta daftaringiz bo'lsin. Vazifalarni bajarib boring. Sizga nima vazifa berilsa, o'shalarni bajarib boring. Hamda duo qiling. Duo qiling. Siz va biz o'ylab qolmaylikki, albatta natija bizdan deb. Yo'q, la havla va la quvvata illa billah deymiz. Natija albatta va albatta faqatgina Allohdan bo'ladi. Alloh taolo bizga kuch bermasa, quvvat bermasa, biz hech narsaga qodir emasmiz. Shuni anglab yetishimiz lozim. Hamda bu yerga yozmaganmiz, bizni eng muhim qoidamiz tarjima qilmaymiz. Mana shu narsani kerak bo'lsa daftaringizga yozib oling, qulog'ingizga quyib oling. Tarjima aslo va aslo mumkin emas. Tarjima qilish aslo va aslo mumkin emas. Ustoz, tarjima qilmasak qanaqa o'rganamiz deyishingiz mumkin-a? Sekin-sekin kelamiz. Lekin siz qulog'ingizga quyib oling. O'zingiz qoniqing mana shu fikrdan. Tarjima qilish siz butun umrga tilingizni nima qilib qo'yadi? Soqov qilib qo'yadi. Tilingizni chuchuk qilib qo'yadi. Gapira olmaydigan bo'lasiz. Har bitta masalan, qanchadan qancha tanishlaringiz bor. Arab tilini necha yillardan beri o'rganishadi. Necha oylardan beri o'rganadi. Qanaqangi kurslarga borgan. Nega gapira olmaydi desangiz, mana shunaqa boshlanishiga tarjima bilan o'rganib qo'ygan bo'ladi. Tarjimasi o'rganish iloji bormi deyilsa, albatta iloji bor. Shaxsan meni o'zim ham arab tilini tarjimasiz o'rganganman. Hamda Madina islom universiteti, biz o'qib turgan universitetda ham turli xil mamlakatlardan 100 dan ortiq millat vakillari kelishadi. Ana o'sha millat vakillari arab tilini faqatgina arab tilida o'rganishadi. Shuning uchun biz bir tilni o'rganar ekanmiz, ikkinchi tilni unga qo'shmaymiz. Qanday qilamiz? Buni batafsil inshaalloh kelganimizda zikr qilib o'tib ketaman. Demak, tushunib oldik. Videoni qayta ko'ramiz, ehtiyojimiz bo'lsa, vazifalarni bajarib boramiz hamda natijani faqatgina Allohdan so'raymiz. Barakallohu fikum hamda tarjima qilmaymiz. Xo'p. Qisqacha aytadigan bo'lsam, mana shunga o'xshagan so'zlarimiz bo'ladi. Bularni yodlab borishimiz lozim bo'ladi. Yodlab borish qanday qilib yodlaymiz deyilsa, buni ham batafsil aytaman. Undan keyin bu yerda bir qisqacha hikoyamiz bo'ladi. Mana shuni o'qiymiz. Atigi mana shu 10 ta dars bilan inshaalloh ko'cha-ko'yda bemalol yuqorida va'da berganimiz 3 narsaga erisha olamiz Allohning izni bilan. Al-mufradat. Al-mufradat degani lug'atlar degani. Endi boshlanishida biroz o'zim tarjima qilishga ehtiyojim bo'lsa, tarjima qilib ketaman. Al-mufradat degani so'zlar ya'ni. Hadihi al-mufradat, mana bu narsalar so'zlar. Daftarun. Haza daftarun. Haza degani bu degani. Haza daftarun. Qalamun. Haza qalamun. هذه ساعة كتاب معلم طالب مدرسة كرسي إمام مسجد مسواك. Mana bunga e'tibor bering. Nima bu? Miswakun.
Noto'g'ri ketib qolgan surati misvak bilamiz. Varaqun, mushafun, qamarun, shamsun, samaun, samo degani. Ala ustida degani, fi ichida degani, ayna degani qayerda degani, maktabun degani kursi emas, partaga nisbatan ishlatilardi. Endi e'tibor bering. Mana bu yerda jami 20 ta so'z bo'lsa, siz bu yerdagi deyarli mana bu 5 tasidan tashqari 15 tasini bilasiz. Daftar degani, qalam, soat, kitob, kursi, varaq, soat, samo, qomarini ham eshitgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Shamsunni ham ko'pchilik biladi menimcha. Mushafun degani mushaf sharif degani. Faqatgina ala bilan fi'ni bilmasligimiz mumkin. Nega bunaqa qilindi deyilsa, sababi biz arab tilida gapirishimiz uchun arab tilida ko'p so'z bilishimiz lozim emas. O'zbek tilidagi deyarli 50-60% so'zlarning hammasi o'zi arabcha. Zikr, ibodat, obid, masjid, imom, madrasa, ustoz, talaba, toliba, muallima, varaq, kitob, hammasi o'zi aslida arabcha. Biz faqatgina mana shu qaysi so'zlarimiz arabcha va qaysi so'zlarimiz o'zbekchaligini bilib olib turib, orasida ozgina qoidalarni ishlatib ketadigan bo'lsak, bemalol gapira olamiz inshaalloh. Va bu mendan sizga inshaalloh va'da. Men aytgan ishni qiling, Allohning izni bilan mukammal qilib nima qilamiz, gapirib ketamiz. Lekin buni yodlarkansiz, qamarun oy deb yodlamaysiz-a? Unda qanday qilib yodlaymiz deyilsa, birozdan keyin aytaman. Demak, kelishib oldik-a? Daftarun, madrasatun, misvak degani. Mushaf, bitta xato ketib qolgan. Qur'on, maktabun, ayna degani qayerda degani. Fi degani ichida degani, ala degani ustida degani. Biz yodlayotganda mana bu shaklda yodlaymiz. O'qing. Al-qissatu, qissa deyapti. 40 dona jumlamiz bor. O'qiymiz. Aynal kitabu. E'tibor bering. Jumlani tuzilishiga e'tibor bering. Sizga qanaqadir nahviy hamda sarfiy qoidalar kerak emas hozir. Siz o'zingizga yuklangan vazifani qiling hamda biroz kallani ishlatsangiz bo'ldi. Nega bu yerda al kelyapti? Nega bunaqa narsa qo'shilyapti? Nega ayna al-kitabu bo'lyapti, al-kitaba bo'lmayapti? Bu narsalarni boshlanishida bu narsalarga miyangizni band qilib qo'yadigan bo'lsangiz, siz rosa ham qiynab qo'yadi bu narsa. Siz shunchaki yosh bola kabi o'rganing. Nimani eshitsangiz, hamda nimani ko'rayotgan bo'lsangiz, shuni o'qing bo'ldi. Inshaalloh o'rganib olaman degan maqsadda. Yosh bola ham xuddi shunaqa o'rganadi va eng effektli, eng samarali usul ham shu bo'ladi. Aynal kitabu. Kitob qayerda deyapti. Aynal kitabu. Kitob qayerda? E'tibor beramiz. Mana bu yerda al qo'shyapti. Demak, nimanidir qayerdaligini so'ramoqchi bo'lsak, ayna qayerda, al kitabu. Kitob qayerda? Aynal kitabu. Al kitabu alal maktabi. Kitob partaning ustidadir deyapti. Al kitabu alal maktabi. Aynal qalamu. Al qalamu fid daftari. Fi'ni boya nima dedik? Mana bu yerda fi degan so'zimizni nima dedik? Ichida dedik-a. Al qalamu fid daftari. Qalam daftarning ichidadir. E'tibor bering, al qo'shilyapti hammasiga. Ayna as-sa'atu? As-sa'atu al nima deyilsa, batafsil kelamiz. Lekin aynadan keyin kelgan so'zlarga al qo'shiladi odatda, to'g'rimi? Soat qayerda deyapti. As-sa'atu 'alal maktabi. Soat partaning ustidadir deyapti. Ayna at-talibu? Talaba qayerda? At-talibu fil madrasati. Talaba madrasada. Ayna al-muallimu? Muallim qayerda? Al-muallimu fil masjid. Ayna al-waraqu? Al-waraqu 'alal kursiyyi. 'Alal kursiyyi. Tushunyapsiz-a? Demak, hozirning o'zida tarjima qilmasam ham tushunyapsiz. Ayna al-miswaku? Al-miswaku 'alal maktabi, partaning ustida. Ayna al-imamu? Al-imamu fil masjidi. Ayna al-mushafu? Al-mushafu fil masjidi. Ayna ash-shamsu? Ash-shamsu fis samai. Ayna al-qamaru? Oy qayerda? Al-qamaru fis samai. Osmonda. E'tibor bering, mana bu yerdagi harakatlariga. Fi degandan keyin oxiriga i bo'lyapti. Fis samai. Ayna ad-daftaru? Daftar qayerda? Ad-daftaru 'ala al-maktabi. Maktabning ustida. Ayna al-qalamu? Qalam qayerda? Al-qalamu 'ala al-waraqi. Varaqning ustida. Ayna al-kursiyyu? Kursi qayerda desa, al-kursiyyu fil madrasati. Madrasada. Ayna al-maktabu? Parta qayerda? Al-maktabu fil madrasati. Madrasada. Ayna as-sa'atu?
الساعة على الورق، أين الكتاب، الكتاب في المسجد، أين القلم، القلم على الكرسي، أين المعلم، المعلم على المكتب. o'qingda. أين المعلم، muallim qayerda deyapti. Nima deyapti bu yerda? Al muallimu ala al maktab. Muallim partani ustida o'tiryapti. Tavba tavba. Ayna at-talibu, talaba qayerda? At-talibu fil masjidi. Talaba masjiddadir deyapti. Endi men sizga bir go'zal narsani aytaman. Endi men sizga bir go'zal narsani aytaman. Ehtimol bu narsa osonga o'xshab tuyulishi mumkin, to'g'rimi? Lekin buni ichida bizni ham sarfimiz ham ketyapti, ham nahvni ham o'rganyapmiz. Agarki bizga yuklangan vazifani mukammal qilib bajarsak. Ustoz, qanday qilib bunaqa bo'ladi deyilsa, e'tibor bering mana bu yerga. Aynal kitabu deyapsiz, to'g'rimi? Al kitabi demayapsiz-ku. Va vaholanki mana bu yerda alal maktabi deyapsiz. Alal maktabu demayapsiz. Garchi siz buni hozir sababini bilmayotgan taqdiringizda ham, lekin mana shu matnni qaytib 5-10 marotaba o'qisangiz, yodlasangiz, mana bu nahviy qoida bo'lgan narsa sizga tatbiqiy bo'lib, sizni tilingizda joriy bo'ladi. Keyinchalik bemalol gapira olasiz. Ham grammatikani ham o'rganyapsiz, ham u grammatik qoidani tilingizda ham ishlatyapsiz. Agarki siz nahvni o'zinigina o'rganadigan bo'lsangiz, gapirganda xato qilasiz va la budda min zalik. Albatta va albatta xato qilasiz. Shuning uchun hozirgi unaqa nahvga ham, sarfga ham o'ylanmay, mana shu narsalarni qilsangiz, inshaalloh Allohning izni bilan eng yaxshi usulda o'rgangan bo'lasiz. Va albatta tarjima qilmang, imkon qadar iloji bo'lsa, tarjima qilmang. Ayna tolibu, tushunyapsizmi? Yetadi shu. At-tolibu fil madrasati. Sizga beriladigan vazifa mana shu atigi 40 ta jumlani yozib oling. Skrinshot qilib olsangiz bo'ladi. Mana bu shu turishida skrinshot qilib olsangiz bo'ladi. O'qiysiz. Va men bu PDFni yuborib qo'yaman. Qayerga yuboraman deyilsa, mana bu kanalni qidirsangiz, Telegramda chiqadi. Mana shu kanalga yuborib qo'ygan bo'laman, Allohning izni bilan. Vazifani qilinglar. Allohumma solli ala Muhammad. Keyingi darslarda batafsil ko'rishamiz sizlar bilan inshaalloh. Alloh taolo ilminglarni ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.